Assalomu alaykum. Sizlar bilan rasmiy xabarlar. Olmazorda maktab o'quvchisi o'gay otasidan homilador bo'lib qoldi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Poytaxt Toshkentning Olmazor tumanidagi 2-maktabda voyaga yetmagan o'quvchilar homilador bo'lib qoldi. Ularning biri 8, ikkinchisi 9-sinf o'quvchisi. Ulardan biri o'gay otasidan homilador ekani aytilmoqda. Bu ma'lumotni aniqlash maqsadida bolalar ombudsmani Surayo Rahmonova bilan bog'landi. Rahmonova suhbat avvalida ushbu holatning ommaviy axborot vositalari orqali yoritilishi bolalar sha'ni va qadr-qimmatiga etik nuqtai nazardan zid ekani, ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini eslatdi. Biroq so'nggi yillarda aynan Olmazor tumani voyaga yetmagan qizlarning jinsiy zo'ravonlikka uchrashi va homilador bo'lib qolishi bo'yicha yuqori ko'rsatkichni qayd etayotgani uchun ham bu ma'lumotni aniqlash zarurligi bilan hamfikr bo'ldi. Bolalar ombudsmani keltirgan ikki holatdan birini tasdiqladi. Unga ko'ra, o'quvchi qiz o'gay otasidan homilador bo'lib qolishi bilan bog'liq holat haqiqatdan ham sodir bo'lgan. Qiz bor yo'g'i 14 yoshda. Holat 2024-yilning dekabr oyida ma'lum bo'lgan va prokuratura tomonidan dekabr oyi oxirida Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilib, ish hujjatlari Ichki ishlar bo'lim boshlig'iga yuborilgan. O'gay otaga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bolalar ombudsmani mazkur ishni qonuniy va bola manfaatiga muvofiq olib borilishi yuzasidan o'z kuzatuvini davom ettiradi. Jinoyat ishining borishi Toshkent shahar prokuraturasi nazoratida, deydi Surayo Rahmonova. Shu o'rinda Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish 3-qismida belgilangan jazolarga nazar tashlasak, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish takroriy xavfli retsidivist tomonidan yoki ilgari ushbu kodeksning 118, 119, 121 va yoki 129-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs tomonidan yaqin qarindoshiga yoki biror ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga nisbatan jabrlanuvchini tarbiyalash, o'qitish va yoki unga g'amxo'rlik qilish majburiyatlarini bajarayotgan shaxs tomonidan, shuningdek jabrlanuvchiga qarab turish majburiyatlari qonun bilan zimmasiga yuklatilgan ta'lim, tarbiya, davolash va boshqa muassasasining xodimi tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Mazkur holatda o'quvchi qiz o'gay otasi tomonidan zo'rlanganmi yoki ishning boshqa tafsilotlari mavjudmi? Buni bizga qorong'u. Bolalar ombudsmaniga ko'ra, Jinoyat kodeksining 128-moddasi dastlabki tergov jarayonida qo'yilgan. Tergov harakatlari davomida aniqlangan holatlar bo'yicha moddalar qo'shilishi yoki qayta malakalanishi ehtimoli yo'q emas.